Katta siyosiy to'lqin. Emmanuel Macron ketishga tayyorlanmoqda. Donald Trump esa keskin hujumga o'tdi. AQSh iqtisodiy frontida keskin vaziyat. Oliy sud Donald Trump siyosatini yo'qqa chiqardi. Ukraina strategiyasi o'zgarmoqda. Vladimir Zelenskiy harbiy tajribani eksport qilishga tayyorlanmoqda. O'rninga 10 kishi jalb qil va frontdan bron ol. Ukraina Rada deputati yangi taklif bilan chiqdi. AQShdagi radio dasturida Hindiston do'zaxga qiyoslandi. Armaniston rahbari ogohlantirdi. Nikol Pashinyan eski hududiy da'volardan voz kechishga chorlamoqda. Xavfli ssenariylarni fosh qildi. Katta siyosiy to'lqin. Emmanuel Macron ketishga tayyorlanmoqda. Donald Trump esa keskin hujumga o'tdi. Pedro Sanchez Isroilni xalqaro huquqni buzishda ayblab, Yevropa ittifoqini chora ko'rishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi va Isroil o'rtasidagi hamkorlik shartnomasining 2-moddasi xalqaro huquq va gumanitar huquqqa amal qilish haqida ekanini eslatib o'tish muhimdir. Shuni ochiq aytish kerakki, Isroil na Livanda, na g'arbiy sohilda va na G'azoda bunga amal qilmoqda. Bu bizni nafaqat chuqur mulohaza yuritishga, balki harakat qilishga ham undashi lozim, deydi Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez. Shu bilan birga Pedro Sanchez Ispaniyaning NATOdagi o'rnidan xavotirda emasligini bildirdi. Ispaniya barcha majburiyatlarni bajarayotgan NATOning ishonchli a'zosi. Shuning uchun men mutlaqo xavotirda emasman, deydi Ispaniya bosh vaziri. Shuningdek, Sanchez Ispaniya ittifoqchilar bilan to'liq hamkorlik qilish tarafdori ekanini, ammo bu har doim ham xalqaro huquq doirasida bo'lishi kerakligini tasdiqladi. Emmanuel Macron esa 2027-yildan keyin siyosatda qolmasligini aytdi. Men ilgari siyosat bilan shug'ullanmaganman va undan keyin ham shug'ullanmayman, deydi Fransiya prezidenti. Ismoil Baqoyi Eron va AQSh o'rtasida hech qanday uchrashuv rejalashtirilmaganini ma'lum qildi. Biz Islomobodga rasmiy tashrif bilan yetib keldik. Abbos Aroqchi Pokistonning yuqori darajadagi rasmiylari bilan uchrashadi. Bu uchrashuvlar AQSh tomonidan tajovuzkor urush deb atalgan vaziyatni tugatish va mintaqada tinchlikni tiklash bo'yicha davom etayotgan vositachilik va diplomatik sa'y-harakatlar bilan muvofiqlashtirilgan. AQSh va Eron o'rtasida hech qanday uchrashuv rejalashtirilmagan. Eronning pozitsiyasi va fikrlari Pokiston orqali yetkaziladi, degan Eron tashqi ishlar vazirligi voizi. AQSh iqtisodiy frontida keskin vaziyat. Oliy sud Donald Trump siyosatini yo'qqa chiqardi. Donald Trump Oliy sud qaroriga ko'ra Oq uy 3-mamlakatlarga noqonuniy ravishda undirgan bojlarni qaytarib berishi kerakligini tan oldi. Oliy sudning dahshatli va bema'ni tarif qarori tufayli o'nlab yillar davomida mamlakatimizdan foydalanib ketgan odamlar va kompaniyalar endi 159 milliard dollarni qaytib olishlari kerak, deb yozdi prezident o'z ijtimoiy tarmog'ida. Trampning aytishiga ko'ra, sud o'z qarorida Qo'shma Shtatlar allaqachon to'langan bojlarni qaytarishi shart emas deb yozmaganidan afsusda. Bu AQShni boyroq qilgan bo'lar edi. Fevral oyi oxirida AQSh Oliy sudi Tramp import bojlari joriy etish vakolati bermaganligi haqida qaror chiqardi. Uning o'zi esa favqulodda holat e'lon qilinganini aytib, milliy xavfsizlikka oid barcha tariflarni saqlab qolishga va'da berib, aksincha turib oldi. Bunga javoban u barcha mamlakatlarga 150 kun davomida qo'shimcha 10% tarif joriy qildi. Ertasi kuni u uni 15% ga oshirdi. Ukraina strategiyasi o'zgarmoqda. Vladimir Zelenskiy harbiy tajribani eksport qilishga tayyorlanmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Saudiya Arabistoniga tashrifi oddiy diplomatik safar emas, balki urush fonida Ukraina tashqi siyosatining keskin burilish nuqtasi sifatida baholanmoqda. Kiyev rahbari u yerda valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon bilan yopiq va strategik muzokaralar o'tkazib, xavfsizlik, energetika va infratuzilma yo'nalishlarida hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Zelenskiy uchrashuvni samarali deb baholab, bu muloqot uzoq muddatli geosiyosiy hamkorlik uchun asos bo'lishini ta'kidladi. Muzokaralarning eng muhim jihatlaridan biri Ukraina endi faqat yordam oluvchi davlat emas, balki o'zining urush davomida to'plagan harbiy tajribasini eksport qilishga urinayotganidir. Xususan, dronlarga qarshi kurash, havo mudofaasi va zamonaviy urush texnologiyalari bo'yicha tajriba Saudiya tomoniga taklif qilinmoqda. Bu esa Kiyevning o'zini global xavfsizlik tizimida faol o'yinchi sifatida ko'rsatishga urinayotganini anglatadi. Shu bilan birga energetika sohasi ham markazda bo'ldi. Urush sabab jiddiy zarar ko'rgan Ukraina energetika infratuzilmasini tiklash uchun katta investitsiyalarga muhtoj. Saudiya esa bu borada yirik moliyaviy imkoniyatlarga ega davlat hisoblanadi. Tomonlar elektr tarmoqlarini tiklash, yangi energetik loyihalarni rivojlantirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya jalb qilishni muhokama qildi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting.
Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. O'rninga 10 kishi jalb qil va frontdan bron ol. Ukraina Rada deputati yangi taklif berdi. Ukraina Oliy Radasi deputati Fyodor Venislavskiy ukrainalik tadbirkorlar va boshqa shaxslarga o'zini yoki xodimlardan birini safarbarlikdan vaqtincha ozod qilish evaziga Ukraina qurolli kuchlari uchun 10 nafargacha yangi odam jalb etishni taklif qildi. Ukrlife TV'ga bergan intervyusida Venislavskiyning aytishicha, moliyaviy imkoniyati bor shaxs yoki korxona o'zini bron qilish o'rniga rekruting orqali 3, 5 yoki 10 kishini armiyaga olib kelishi mumkin. Deputat buni safarbarlikdan shunchaki pul bilan qutulishdan ko'ra adolatliroq variant sifatida ko'rsatdi. Venislavskiyning bu bayonoti Ukrainada muhokama qilinayotgan iqtisodiy bron mexanizmi fonida yangradi. Xususan, Radada oldin ro'yxatdan o'tgan qonun loyihalarida safarbarlik to'g'risidagi qonunga iqtisodiy bron tushunchasini kiritish va bron uchun maxsus yig'im joriy etish taklif qilingan. Bu loyihalar 2026-yil 10 fevralda kun tartibiga kiritilgan, ammo hozircha qo'mitalarda ko'rib chiqilmoqda. Venislavskiyning fikricha, bunday mexanizm pulga ega va ega bo'lmaganlar o'rtasida qo'shimcha ijtimoiy bo'linishni kuchaytirishi mumkin. AQShdagi radio dasturda Hindiston do'zaxga qiyoslandi. Hindiston AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan ulashilgan va mamlakatni do'zaxga o'xshash joy deb ta'riflagan fikrlarni asossiz deb baholab, ularni noo'rin va ikki davlat o'rtasidagi mustahkam munosabatlarga mos kelmasligini bildirdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur fikrlar konservativ sharhlovchi Michael Savage tomonidan The Savage Nation radio dasturidagi chiqishida aytilgan. Trump ushbu dastur stenogrammasini payshanba kuni o'zining Truth Social sahifasida hech qanday tushuntirishlarsiz joylashtirgan. Stenogrammaga ko'ra Savage shunday degan: bu yerda tug'ilgan bola darhol fuqaro bo'ladi, keyin esa butun oilasini Xitoydan, Hindistondan yoki sayyoradagi boshqa do'zaxga o'xshash joylardan olib keladi. U shuningdek, hozirgi muhojirlar orasida mamlakatga sadoqat deyarli yo'qligini, bu avvalgidek emasligini aytgan. Trump AQShda tug'ilganlik asosida fuqarolik berish amaliyotini cheklashga qaratilgan farmon chiqargan. Ushbu qaror AQSh Oliy sudida ko'rib chiqilmoqda. U shu oy boshida mazkur masala bo'yicha sud majlisida ham ishtirok etgan. Hindiston Tashqi ishlar vazirligi payshanba kuni kechqurun ushbu bayonotlarga keskin munosabat bildirdi. Vazirlik vakili Ranhir Jaiswal bu izohlarni noo'rin va saviyasiz deb atadi. Uning ta'kidlashicha, bu fikrlar Hindiston va AQSh o'rtasidagi o'zaro hurmat va umumiy manfaatlarga asoslangan real munosabatlarni aks ettirmaydi. Armaniston rahbari ogohlantirdi. Nikol Pashinyan eski hududiy da'volardan voz kechishga chorlamoqda. Xavfli ssenariylarni fosh qildi. Usmoniylar imperiyasidagi armanlar genotsidi arman xalqining xalqaro fitnalar jarayoniga tortilishi oqibatida sodir bo'lgan. Bu jarayon 19-asr o'rtalarida boshlanib, 1915-yilda o'zining fojiali cho'qqisiga chiqqan. Bu haqda 24-aprel kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan fojiali voqealarning 111 yilligi munosabati bilan fuqarolarga yo'llagan murojaatida bayonot berdi. Siyosatchining qayd etishicha, har yili 24-aprel kuni 10 minglab armanlar Sitsenar Karbert yodgorlik majmuasiga chiqadi va hukumat hamda siyosiy ko'pchilik tomonidan olib borilayotgan kurs aynan shunga asoslanadi. Pashinyan davlatchilik va tinchlikni genotsid takrorlanmasligining kafolati deb atagan. Bosh vazirning so'zlariga ko'ra, armanlarning yangi qirg'iniga yo'l qo'ymaslik uchun xalqaro miqyosda tan olingan hududlardan tashqarida vatan izlashni to'xtatish kerak. Pashinyanning ta'kidlashicha, yo'qotilgan yerlarni qaytarishga va avvalgi chegaralarni tiklashga chaqirayotgan kuchlar Armanistonni 1878-yildagi San-Stefano konferensiyasi relslariga qo'ymoqda. Bu yo'lning oxirgi bekati esa davlatchilik va vatanni yo'qotishdir. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.